konsertlari ortiqcha reklamaga muhtoj emas. Uning konsertiga kelgan har bir muxlis har safar hayratlanmay ketmaydi. U har yili muxlislariga nimadir yangilik qiladi. Chunki u o'z kasbining ustasi va muxlislar unga ishonadi. Eng kutilgan shov-shuvli konsertni ko'rishga tayyormisiz? 100 kishidan iborat orkestr va ijodiy jamoaga ega bu professional jonli konsertni hali ko'p yillar muhokama qilishadi. Markaziy Osiyo pop divasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning yangi 2025-yilgi shov-shuvli konserti yaqin kunlarda Milliy TV va YouTube'da namoyish etiladi.